Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Bu ko'rayotganinglar Pokistonda, Islomobodda bo'layotgan ko'rinishlar. Bu ko'rinish 2019 yili 9 ayning 23 kuni Islomobodda Xitoyning davlat bayramining 70 yilligini tabriklash uchun ochilgan qilinayotgan faoliyat. Bu faoliyatni o'rlashtirgan Xitoy konsulxonasi va Xitoy konsulxonasiga yaqindan yordam berib hamkorlik ishlayotgan Uyg'ur xalqlarining aktivlik bilan ovoz qo'shish bilan qilinayotgan faoliyat. Bu faoliyat o'ynayotgan bu qiz bola Urumchidan taklif qilib ekilingan Urumchi o'makdanmi taklif qilinganlar bor. Undan keyin Pokistondagi yerlik san'atchilar, ammaviy san'atchilardan bor. Ondan boshqa oldidagi o'rlangan kichik bolalar usuldagi u bolalar Pokistondagi yerlik Uyg'urning bolalari, Xitoy maktabida o'qiyotgan, Xitoyning mablag' silib bergan maktabida o'qiyotgan Uyg'ur bolalar qarindoshlar. Endi Xitoy tajovuzchilari Pokistondagi bir Sharq Turkistonga qo'shni bo'lgan bu davlatda hammamiz bilganimizdek Pokiston bilan hamkorlikni kuchaytirish, Pokistonga destek berish har xil shaklda harakatlar ilib berdik. Onun Türkistonda u yerga yerleşken 50-60 yillari Pokistonga yerleşip ketgan Uyg'urlarning Pokiston vatandoshi bo'lgan Uyg'urlarni hozirgacha bo'sh qo'yib o'tmay, ularni har xil shaklda qo'rqitish va har xil shaklda setib olish, bolalarni Beyjingga olib o'qitish qatorliq ishlarni qilib kelyotidi. Hozir men nurg'unlarni imtiyoz bilan Beyjingga bolalarni haqsiz shaklda o'qitib berish shaklida ularni Xitoyga qarshi harakat qilmaslikqa, Xitoyning yanida turishga ündep kelmekte. Bu faaliyetlikmi Gilgit ve İslamabad'dan bulup nurg'un Uyg'urlarni Gilgit'ten Abdüşkür, Abduquyum Mijit qatorliqlar Uyg'urlarni bu faoliyat qatnashsa 20 ming rupiya Pokistonning rupiya degan pulni beramiz degan shaklda aldab kelgan, ammo bu pul berilmagan. Islomoboddan Nasirxon, Abdurim Abdulaziz, Anayatullah Xon qatorliqlar bu faoliyatga aktiv turda qatnashgan. Ayni gilamni so'g' qilayotganlar ichidagi Nasirxon, ismini aytgan Abdushukur, Abduqiyim Mijit deyildi. Bor. Demak bular izchil turda Xitoylarga yaqin shaklda o'tayotganlar. Garchi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoylar tarafidan shunchalik shaklda qirg'inchilik ilib berilayotgan bo'lsa-mu, bular Pokistondagi kichkina yashash imkoniyati va kichkina Xitoy bilan bo'lgan savdo ilishkisi va jan beqish uchun xalqining qinining badaliga Xitoy bilan hamkorlashayotganlar. Uning uchun bularni bir shaklida chiqib qoldi. Xitoy general bilan tushganning ismi Abduqiyim Mijit. Abduqiyim Mijit degan Gilgitlik Pokiston vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar. Uning uchun bularni bir shaklda qilayotgan ish harakatlarni bir shaklda bir xabar shaklida yo'llab qo'ydik qarindoshlar. Mushunga o'xshagan mushundaq hozirgi vatanimizda qon zar yig'layotgan 35 million xalqimiz usti uchuq yipiq turmalarda dahshat qiyin qistoqlar bilan ilinayotgan va nurg'unlari ichkari o'riklarga untinsiz yutkilayotgan mushunaq bir paytning o'zida yana Xitoy tajovuzchilariga kichikroq necha ming yoki necha yuz dollar uchun o'zining vijdonini, iymonini setayotgan bu nahlni tunib qo'yishingizni so'raymiz. Alloh